Bunda kalsa hazır öğrenmekçi olduğumuz Mirror'un 360 Şurum neçip Mirror'un 360 deb bas izlesek çıkıdı. Bunun şu bu şekilde kurvasan buldu. Yem deb nimasi var ya. Mana. Yumaloq qizilashida emer bu. Buni dollar scriptliginde buni. Yani şuraya alalım ne. Windows nüskası 360 Mirror 360 receiver yani dikkat qilinglar. Receiver for Windows degan şu. Mau alma kompüterniki bu biz alma kompüter ma'lumot uchun uni aplashmaymiz. İşte basaqdan tushadi buni. Mana. Biz bayam tushirib olgan, shuni buni bekor qilyapmiz. Mana shu. Buni bosdik. Hozir qashlayapti. Bu ayaqliq total, ayaqsiz buni 7 kun ishlatgan oldu. Standart nusxasida 13 dollar ekan yillik. Haqiqiy ishlatish niyatimiz kelib qolsak 13 dollar deb sotib olsak bo'ladi. Hozir qashlab bo'ldi. Qashlab bo'lgandan keyin tunji qadamda mushalat chiqadi. Tunji qadamda qachilgan vaqtimizda cho'qim to'g'ri bo'lish kerak. Internet to'g'ri. Finalda. Accept hamsiga qo'shilamiz bu narsalarga. Uniki mayaga license deydi. Agar biz pul deb sotib olgan bo'lsak, bizga mayaga ochqich kod beradi. Ashuna besiblikanda ma activate deganni bossak kirib ketadi. Hozir bizda yo'q. Shuning uchun mayda request free tutorial yani haqsiz sinashni xohlaymiz deydi. Buni bossak, endi email password deydi, confirm email deydi. Endi biz bu yerga hozircha hayotda kunlashi to'shib bo'lganlik uchun emailni doim almashtirib turish kerak. Shuning uchun temp email shuni foydalanamiz. Bu vaqtliq yani axlat email degan gap. Hozir azroq saqlasak mayli ko'rindi bizga. Buni Bekorliq haqsiz bekorliq. Maxfiy nomer ketmaydi o'sha ishlash qilay. Mana kopiya qilib oldik. Uning email adresiga mana besib oldik. Endi maxfiy nomerga burkut 60 alfa 60 san harf uniki ma belgini qo'shib silish shart maxfiy nomerga. Burkut 60 alfa 60 Mana ishlatib bo'lgan siz boshqasini ishlatib oladi. Keladimi? Mailni. Mumkin bayam ishlatib bo'lganimiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun burkut 60 alfa 60 maxfiy nomer xato. Unda qolsa biz almashtiramiz. Almashtirish uchun change degan almashtirish. Hozir almashmabdi. Agar almashmagan bo'lsa, boshqa tarbiyaga kirib, boshqa tarbiyatni ishlasak bo'ladi. İnaversiz deydi buni. Refresh, change, delete. Axlat ko'rmamdi. Boya axlat qochqanmi? Bayam axlat qochqan.
TIP DGI alpha gmail.com. Mana password qiladi qilmaydi. Bir tane küçük harf, bir tane çoğun harf. En az olanda bir tane küçük harf, bir tane çoğun harf, bir tane san olsun deydi. Bunun için bir degandan B degan harfni çoğun harfdan bir göt. Bunun için 60, bunun için alfa. Bunun için 60. Yani bir degandan birinci harf çoğun, bir göt, 60, alfa, 60. Tamam. Hazır muvaffaqiyatli qildik. Nima ekranning o'ng taraf ostida qarasanglar, mirroring 360 is running deydi. Shu 360 mirroring 360 degan detal qo'zg'aldi deydi. Nima qo'zg'aldi deydi. Agar mani vaqtda yetib ketib qolsa, men qo'zg'algan vaqtda hozir qizil yuradi, tushunami? Men qizil qora o'zgarib ketadi. Vaqti topsa. Vaqti to'ysa qora o'zgarib ketadi, shuning bilan ishlamaydi. Endi biz buni qilgan ishimiz kompyuter name deydi. Kompyuterning ismini o'zgartirsak bo'ldi. Station 60 o'zgartirdik. Undan keyin tanshak kirib, yana tanshaydigan boshqa tanshaklarni qarab boqamiz. Display window. Maniki nima ekranning aniqligi 1080p 1920 1080. Mana tanshab qo'ydik. Advanced. Undan keyin tamam. Bo'ldi. Bu holatda. Undan keyin biz yana o'xshash telefon bilan kompyuter o'xshash bir liniyalik to'lqinlanishi kerak. Yani hozir bizim rotorlarni tushundimi? Endi cho'qim bizniki nima? Nima? Cho'qim shuni olinishi kerak. Telefon mana shu rotor olinishi kerak.